Çarşamba günü ötküzilgan 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'inidan keyin bayonot e'lon qilgan Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyda hukumat beshida turayotgan Kommunist partiyaning dunyoni yangi tipli koronavirusning tarqalishining oldini oladigan uchurlardan mahrum qilganligini aytdi. Mike Pompeo mening ansiraydiganim uchurlarni yushirish va Xitoy Kommunist partiyasimi daxil bo'lgan ta'tir tashviqotning dunyoni Xitoy virusi yuqumidan qo'g'dinishda ehtiyojli uchurlardan mahrum qo'yishi dedi. Shuning bilan birga Amerika Davlat Majlisida Wuhan virusining Xitoy tarafidan yushirganligini tekshirish haqida taklif sunildi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash Xitoyning azaldan yolg'onchi ekanligini, lekin dunyoning texnicha buni to'nib yetmaganligini aytdi. U mundaq dedi: Mustabid kommunist Xitoy hokimiyati yillardan buyon Sharq Turkiston va Tibetdagi zulmlarni yoshirib keldi. Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'urlarni yig'ilish lagerlariga qamadi. Dastlabda lagerlarning mavjudligini inkor qilgan bo'lsa-mu, lekin keyin e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Ammo yig'ilish lagerlarini dunyoga kasbiy tarbiyalash markazlari deb pardozlab ko'rsatishga urindi. U yana Xitoyning yolg'onchiligi va ta'tir tashviqotiga qaramasdan haqiqatlarning bir-birlab o'ttirg'i chiqqanligini ta'kidlab mundaq dedi. Bir necha kun burun Kucha noyilik 4-o'rta maktabning o'qituvchisi Muhammad Tursunning 11 oy yig'ilish lageriga tutilgandan keyin qamoq jazosiga hukm qilinganligi oshkorlandi. Tünügün bo'lsa dаңlıq Uyg'ur naqshchi Rashida Davudning 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi o'ttirg'i chiqdi. Wuhan virusida haqiqiy ahvolni yoshirib, bu virusning dunyoga ofat bo'lishiga sabab bo'lgan Xitoy amdilikda yana dunyoni aldashni davomlashtirmoqda. Biz dunyoni Xitoyning haqiqiy yuzini to'nib yetishga va uningdan ogoh bo'lishga chaqiramiz. Dаңlıq Uyg'ur naqshchi Rashida Davudning bir yip sudda 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi o'ttirg'i chiqdi. Xinjiang muqam ansamblining a'zosi bo'lgan Rashida Davud 2019-yilning oxirida Urumchida ochilgan bir sudda bo'lgunchilik bilan ayblanib 15 yillik kesilgan. Erkin Asiya radiosining nurg'un manbalardan erishgan xabarlarga asoslanganda 1990-yillarda to'nilgan va nurg'un plastinka chiqargan Rashida Davud turmaga qamalgan. Sud mahkamasi delo haqida hech qanday tushuntirish bermagan bo'lib, kelgan savollarga javob bermagan. Uzundan buyon g'oyib bo'lgan Rashida Davudning 2018-yili, 2019-yillar orasida millionlagan Uyg'ur qamalgan yig'ilish lagerlarining birida tutib turilayotganligi ma'lum. Xitoy virusining har qaysi davlat va rayonlardagi tarqalish ahvoli haqida mos qadamda ma'lumot berib kelayotgan World Meter to'rining uchurga asoslanganda dunyo miqyosida Xitoy virusi sababli hayotidan ayrilganlar soni 204.949 bo'lib, yuqumlanuvchi soni 452.156 bo'lgan. Eng ko'p kishi o'lgan davlat Italiya bo'lib, vafot bo'lganlar soni 7503 bo'lgan. İkinci o'rinda turadigan Ispaniyada bo'lsa o'lganlar soni 3434 ga yetgan. Xitoy bo'lsa hozirgacha 3281 kishining o'lganligini e'lon qildi. İran'da o'lganlar soni 2077 bo'lib, 4-o'rinda turgan. Fransiyada bo'lsa o'lganlar soni 1100 ga yetib, 5-o'ringa tizilgan. Xitoyning Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan yangi tipli Xitoy virusi shu topda dunyo miqyosida 200 davlat va rayonga tarqaldi. Yevropa İttifaqı Albaniya va Shimoliy Makedoniya bilan a'zolik muzokaralarini rasmiy boshlash qarori chiqardi. Yevropa İttifaqı kengashi e'lon qilingan uqtirishda ikki davlatning Yevropa islohotlarini ijro qilish jihatda tirishchanlik ko'rsatganligi ta'kidlanib, erishgan ilgirlashlarni nazarda tutganda Yevropa İttifaqı a'zolari Albaniya bilan Shimoliy Makedoniya a'zolik muzokaralarini boshlashni qaror qildi deyildi. Yevropa İttifaqıga a'zo davlatlarning ministrlari oldingi kuni o'tkazilgan cho'ng yig'inda yuqorqi ikki davlat bilan a'zolik muzokaralarini boshlash haqida fikr birdagligi hosil qilgan. Rossiya Mudofaa ministrligi bir Su-27 tipli urush aeroplanining Qora dengizga tushib ketganligini bildirdi. Ministerlik e'lon qilgan bayonotda
shu yer vaqti soat 20dan 11da Su-27 tipli aeroplanning Qrim sahilidan 50 kilometr yiroqlikdagi Qora dengiz osmonida radardan g'oyib bo'lganligi va 1 minutdan keyin jiddiy ahvol signali topshirib olganligi bildirildi. Bayonotda yana Janubiy harbiy rayondan tik uchar urush aeroplanlari va paraxutlarning qutqizishga avatilganligi, aeroplanning dengizga tushib ketganligi, lekin ushquvchini izlash xizmatining avariya sababli to'salg'iga uchirganligi aytilgan.